Assalomu alaykum tumanimiz aholisi va mehmonlari. Davlat rahbarining 2026-yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PX 1-sonli qaroriga asosan 2026-yilda har bir mahallada huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish ustuvor vazifa etib belgilandi. Asosiy e'tibor jinoyatlarni profilaktika qilishga qaratilib, buning uchun tumandagi barcha mas'ul idora va muassasalar, fuqarolar o'z-o'zi boshqarish organlari, boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, shunday keng jamoatchilik vakillari jalb qilingan. Jinoyatlar uchun jazo muqarrarligini ta'minlash qanchalik muhim bo'lsa, ularni keltirib chiqarayotgan sabab va omillarni bartaraf qilish tumanning har bir ko'chasida, bozorida, jamoat joylarida xavfsiz muhitni yaratish choralari ko'rilmoqda. Biroq tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ayrim turdagi jinoyatlar sodir etilmoqda. Xususan, joriy yilning aprel oyida jami 26 ta jinoyatlar qayd etilgan. Shundan 17 tasi yoki 65% oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni tashkil qilib, tumandagi kirmagan vaziyatga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning asosiy salmog'i, ya'ni 29% o'limsiz yo'l transport hodisalari, 23% o'g'irlik, 11% firibgarlik, yengil va o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish jinoyatlarini tashkil qilgan. Yuqoridagi jinoyatlarni oldini olishda fuqarolar tomonidan mulklariga ehtiyotkor munosabatda bo'lishlari, buning uchun uylari va yashash xonadonlarini qarovsiz va ochiq holatda qoldirmasliklari, video kuzatuv kameralari o'rnatishlari, qo'riqlovga olishlari lozimligi, mol-mulklarni qonuniy tartibda rasmiylashgan holatda savdo qilishlari, axborot texnologiyalaridan, xususan internet ijtimoiy tarmoqdan foydalanishda firibgarlarga aldanib qolmasliklari, shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlarni hamda plastik karta raqamlarini begona shaxslardan sir saqlashlari va avtotransport vositalarini boshqarishda yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilishlari, oilaviy boshqa masalalarda kelishmovchiliklarni mahalla yettiligi vakillari orqali tinch yo'l bilan hal qilishlari lozimligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Hurmatli qo'shtepaliklar, jinoyatchilikka qarshi kurashishda ko'mak va hamkorlikda jinoyatlarni har qanday ko'rinishga chek qo'yishiga, jinoyatga qo'l urgan shaxslarga nisbatan jazoning muqarrarligi ta'minlanishiga shaxsan kafolat beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.